Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari. Navbatdagi MDV eshiklarimizni juda ham sifatli holatda o'rnatib berdik. Bilasizlar, MDV eshiklar juda ham turlari ko'p. Hop, bu arzon MDV eshiklarga solishtirmaysizlar. Bu sifatli MDV eshik bo'ladi. O'zi mana ko'rishlaringiz mumkin. Sifati ham o'zi yaqindan ko'rsatgan holda keltirib beramiz. Rezinkalari bilan, qimmatli yaxshi zamoylari bilan. Tillalari ham ko'chmaydigandan yaxshidan qilinyapti. Nalishniklari ikki tarafli qilib bir-biriga mos qilib mana yaxshi holatda chiqdi. Romlari ham oynalari bilan komplekt holatda germetikalarni qilib qo'yganmiz. Chiroyli holatda o'rnatildi. Orqa tomonlarni ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomonlari akalar penalarni qilib mana to'ldirib yonlarini qalin oshmoshlar uchtadan qo'yildi. Yonidan ko'rsatib o'tamiz. Bunda yuqori oshmoshdan foydalanmaymiz. Sababi ertaga uzoq yillar eshiklarimiz ochilib yopilishi uchun xizmat qiladi. Ruchkalarni ham mana yaxshisidan qo'yilgan, akfa ruchkadan beshshunli qilib germetikalar qilindi. Orqa tomonlari akfa patagoniylari originaldan qo'yildi mana. Juda ham tiniq holatda, choklari ham zo'r holatda bo'ldi. Akalar, kimga shunaqa sifatli original MDF eshiklar, romlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, telefon raqamlarimiz 94 kod bilan 449 4049 raqamda. Telegram, WhatsApp, imo ishlab turibdi. Faqat bizda original sifatli MDF eshiklar bo'ladi, arzonlari bo'lmaydi. Sifatlilarini ham arzon narxda chiqarib beryapmiz, lekin hamma eshiklar narxiga yarasha aytib o'tgandim, MDF eshiklar, romlar juda ham turi ko'p. Buni arzon eshiklarga solishtirmaysizlar akalar, bu albatta sifatli eshiklar bo'ladi. Ichkarida karkazlarim rekadan karkazlar to'qilgan. Qolgan videolarimizda ham ko'rsatib o'tganmiz, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Kanalimizda qolgan videolarni a'zo bo'lib qo'yasizlar akalar. Zarli odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Vodiy Toshkent bo'ylab, Toshkent tumanlari bo'ylab dastavkalarimiz, ustanovkalarimiz bo'ladi. Voha viloyatlarga kelishilgan holda dastavkalarni qilib beryapmiz. Kuzatishda davom etasizlar akalar. Sog' bo'linglar.